Tarbiyaning qisqa tarixi. Ming yillar avval bolalarga hozir biz hayvonlarga nisbatan munosabat bildirganimizdan qo'polroq munosabatda bo'lishgan. Itoat etmagan bolani vahshiylarcha urardilar, hatto to o'lgunicha. Qadimgi Rimda olib borilgan arxeologik qazish ishlarida 2000 yil avvalgi topilmalar orasidan itoatsizligi uchun otalari tomonidan urib o'ldirilgan minglab kichkina o'g'il bolachalarning jasadlari topilgan. Vaqti kelib odamlar bolalariga nisbatan bunday vahshiy munosabatda bo'lishdan voz kechganlar. Bugun ota-onalar bolalarini ilojsiz qolgandagina, bolaga yana boshqa qanday ta'sir o'tkazishni bilmay qolsa yoki quyushqondan chiqib ketsagina uradilar. Hatto nisbatan tinch oilalarda ham ba'zan bolalarning bir-biriga agar sen buni qilsang dadam seni o'ldiradi yoki onam seni buning uchun o'ldiradi deganlari quloqqa chalinib qoladi. Albatta bolalardan so'rasangiz ular o'ldiradi so'zini o'z ma'nosida ishlatmayotgani ma'lum bo'ladi, lekin har qalay majoziy ma'noda ishlatilgan ushbu so'zning tarqalishi kattalarning bolalar ustidan nazoratni qo'rqitish yo'li bilan o'rnatgani haqida guvohlik beradi. So'nggi 2000 yil davomida biz ozmuncha yo'lni bosib o'tmadik, lekin har qalay qo'rqitish hozir ham tarbiyada sezilarli rol o'ynayapti. Ba'zi bir ota-onalar hozir ham bolani urish zarur deb o'ylashadi. Bir hodisani unuta olmayman. 10 yillar avval yugoslaviyalik bir taksi haydovchisi bilan suhbatlashgandim. Uning fikricha, Amerikaning muammosi ota-onalarining haddan tashqari yumshoqligida ekan. Ular o'z bolalarini urmaydilar. Men uning o'zini ota-onasi urgan-urmaganini so'radim. U esa jamiyatning munosib a'zosi bo'lib yetishida ota-onasining jazolarini o'rni katta ekanligini g'urur bilan tushuntirdi. Uning o'zi ham bolalarni qattiqqo'llik bilan tarbiyalaganini aytdi. Aytishiga qaraganda, shuning uchun uning o'zi ham bolalari ham biron tunni politsiya mahkamasida o'tkazmagan ekan. Haydovchining bolaligida biror kun bo'lmagan ekanki, kaltak yemagan bo'lsa. Endi ulg'aygach, uni bo'sh qo'ymaganligidan ota-onalaridan minnatdor. Ularning yurtida hamma shunday qilishiga meni ishontirdi va aynan shunaqangi tarbiya tufayli u jinoyatchi bo'lmay qolgan ekan. G'alati psixologik holat. Ko'pincha ayovsiz kaltaklangan va xo'rlangan bolalar o'zini qiynagan odamlarga qattiq bog'lanib qoladilar. Keyinchalik esa xo'rlanishlarga o'zim munosib edim deb ularni oqlaydilar. O'zlarining xo'rlanganini tan olgisi kelmay, ota-onalarining xatti-harakatini yoqlaydilar. Va albatta, keyinchalik o'zlarining bolalarini ham shunga loyiq deb hisoblashadi. Shuning uchun ko'pgina ota-onalarning pozitiv tarbiya g'oyalarini qabul qilishlari juda qiyin kechadi. Bu odamlar qo'rqitishga asoslangan usullarni mahkam tutadilar, chunki ularning o'zlari jazolanib katta bo'lganlar va o'z bolalarini ham shunga mahkum hisoblashadi. Ular aynan qattiqqo'llik ostida tarbiya topganlari uchun ham o'zlarini durust odam bo'lib yetishgan hisoblaydilar va endi bolalarini ham shunday qilmoqchi bo'ladilar. Jazolangan bolalarning o'zlari ko'pincha men o'zimni yomon tutganim uchun dadam meni kaltaklashiga to'g'ri kelgan deydilar. Vahshiyona kaltaklangan va xo'rlangan bolalar o'zlarini azoblangan odamlarga bog'lanib qoladilar va ularning harakatlarini oqlaydilar. Albatta bolaligida kaltak yeb katta bo'lganlarning ko'pchiligi bu usulning eskirganini yaxshi tushunadilar, lekin ularni nima bilan almashtirishni bilmaydilar. Ularning o'zlariga bolalarni urish va jazolash yoqmaydi, lekin boshqacha yo'llarini ko'rmaydilar. Ba'zi ota-onalar mushtdan voz kechganlar, lekin ular bolalari ustidan nazoratni yo'qotganlar yoki ularning bolalarida o'zi haqida fikrga ega bo'lish bilan bog'liq muammolar paydo bo'lgan.
Agar biz bolalarni jazolashdan voz kechsak, unda ularni samarali boshqarishga va ular bilan hamkorlikni qo'lga kiritishga olib keladigan boshqa yo'llarga almashtirishimiz kerak. Zo'ravonlik eksang, zo'ravonlik olasan. Agar bolaning zehni o'tkir bo'lsa, shu bilan birga u ochiq ko'ngil va nozik his-tuyg'u egasi bo'lsa, hozirgi bolalar aynan mana shunday. Ularga nisbatan ishlatilgan zo'ravonlik zudlik bilan yuzaga chiqadi. Zo'ravonlik, jazo va aybdorlik hissi yordamida boshqarilayotgan bolalar vaziyat ustidan nazoratni yo'qotganida, shubhasiz uni zo'rlik, jazo, aybdorlik hissi yordamida tiklashga urinadilar. Jamiyatimizdagi sababsiz vahshiylik va uy ichidagi zo'ravonliklar odamlarning o'z kuchli his-tuyg'ularini boshqacha chiqarish yo'llarini bilmasliklari oqibatidir. Bolalarning hissiyoti o'tkir rivojlanmasdan turib, zo'ravonlik va jazo ish berishi mumkin, lekin hozir dunyoda ko'p narsa o'zgargan. Hozirgi ota-onalar ongida ham ko'p narsa o'zgargan. Oldimizda turgan hozirgi vazifa bolalarga teleekranlarda ko'rsatilayotgan narsalar haqiqatdan uzoq ekanligini tushuntirishdan iboratdir. Kinoteatr va teleekranlarda juda ko'p namoyish etilayotgan filmlar zo'rlik ifodalangan kadrlardan xoli bo'lsa-da, ular bolalarning his-tuyg'ularini baribir zo'riqtiradi. Bu bolalarning o'z ustidan nazoratni yo'qotishning eng keng tarqalgan sababidir. Unutmasligimiz kerak, bolalar asosan taqlid yo'li bilan o'rganishadi. Ular nimani ko'rsa shuni qiladilar. Bolalarning hissiyotlariga haddan tashqari ta'sir o'tkazish ularning nerv tizimiga salbiy ta'sir etmay qo'ymaydi. Natijada bola jizzaki, talabchan, his-tuyg'ularini jilovlay olmaydigan, injiq, haddan tashqari hissiyotga berilgan bo'lib qolishi bilan birga kattalar bilan hamkorlik qilishdan bosh tortadilar. Haddan tashqari tez qo'zg'atish albatta nosog'lom ta'sir qiladi. Odatda ko'pincha ekrandagi zo'ravonlik haqida noliydigan odamlarning o'zlari bolalarni zo'rlik va jazolash bilan qo'rqitadilar. Albatta ular qandaydir darajada haq bo'ladi. Teleekran va kinoekranlardagi zo'ravonliklar bolalar va o'smirlarga haqiqatdan ham salbiy ta'sir etadi, lekin televideniyaning rolini oshirib yubormaslik kerak, chunki uning ta'sirini ota-onaning tarbiya falsafasi va tajribasi bilan qiyoslab bo'lmaydi. Ota-onalar bolalarga televideniyaga qaraganda kuchliroq ta'sir etishi kerak. Agar bolani u yomon va jazoga loyiq deb o'ylashga odatlantirsa, unda teleekranda namoyish etilgan zo'ravonlik unga kuchliroq salbiy ta'sir o'tkazadi. Agar bola musht, jazo va aybdorlik hissini bilmay voyaga yetsa, ekrandagi zo'ravonliklar unga ma'lum darajada ta'sir etishi mumkin, lekin bolani o'ziga jalb qila olmaydi. Ota-onalar bolalarini teleekranlardagi va kinoekranlardagi zo'ravonlik va hayosizliklardan asrashlari kerak. Ota-onalar bolalarini sog'lom o'stirishga kuchlari yetadi. Bor aybni Gollivuddagi bolalar ustidan zo'ravonlikning oshib borishiga qo'ymaslik kerak. Gollivud bor yo'g'i biz ko'rishni xohlagan narsani ko'rsatadi xolos. Toki bolalar qo'rquv va aybdorlik hissiga asosan tarbiyalanar ekan, ular Gollivud tomonidan qo'yiladigan zo'ravonlik chiqishlarini jon deb tomosha qilishadi.